$20 ming ga 2 xonali skvoznoy kvartira. Do'stlar, kirgiliga kelganmiz. Shunday yo'lda bo'yida akademik litseyning yaqinida joylashgan 4 qavat uylarning 4-qavatida 2 xonali 3 xona qilish imkoniyati bor. Ya'ni verandasi mavjud 2 xonali skvoznoy kvartirani tanishtirib chiqamiz. Bu birinchi xonasi, ko'rishingiz mumkin. Holatlari mana shu ko'rib turgan holatingizda abo'ylari qilingan, bu tomonda to'g'rida verandasi joylashgan. Oshxonani ko'chirib 3 xonaga o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Bu tomonda esa ikkinchi xonasi, ko'rishingiz mumkin. Holatlari o'rta holatda, kirib yashashga yoki ijara qo'yishga ham yaxshi variant. Va bu tomonda oshxonasi joylashgan. Oshxona jihozlari qoldiriladi, qolgan jihozlar esa olib chiqib ketiladi. Bu tomon esa tashqaridan kirish qismi koridor va chap tomonda sanuzeli joylashgan. Do'stlar, kirgilikda 2 xonali kvartira narxi keladigan bo'lsa $20 ming aytib o'tganimizda, albatta ozroq kami ham bor. Qiziqqan bo'lsalaring quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Videoga like bosib do'stlaringizga ulashishni unutmang. Bizga obuna bo'ling. Sizlarga bundan ham zo'r uylarni ilinishda davom etamiz.